Dunyo bo'ylab sayohat qilsangiz, qayerlarga borardingiz? Eng sevgan payg'ambaringiz qaysi? O'zingizni videolaringizni ko'rganingizda sizga yoqadimi? Zirak taqish mumkinmi? Men ham ustoz bo'la olamanmi? Ustoz, qamoqda eng ko'p kimni sog'indingiz? Ro'paramda o'tirgan kelishgan yigitni. Falastinda bolalar o'ldirilmoqda. Juda xafa bo'lyapmiz. Bir bola sifatida men nima qila olaman? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Rahmat Muhammad Hamzala. Sen qalaysan? Yaxshimisan? Men ham yaxshiman, alhamdulillah. Ustoz, jamoatimiz faoliyat olib borayotgan viloyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining sizga bermoqchi bo'lgan savollarini to'pladik. Suhbatimizga bolalarcha savollar deb nom qo'ydik. Ijozat bersangiz savollarni boshlaylik. Albatta ijozat beraman. Lekin xohlasang avval men bir gap aytay. Undan keyin savollaringni ber. Maylimi? Avval men barcha bolalardan rozilik so'rayman. Sababi shuki, aslida bolalar men ularni ziyorat qilishimni xohlashdi. Barcha viloyatlardagi barcha sinflarni ziyorat qilishimni so'rashdi. Ammo jadvalning juda bandligi sababli bu aslida mumkin emas edi. Biz ham nima qilsak bo'ladi deb o'yladik. Bolalardan bir taklif keldi. Albatta bunda sening ham hissang bor. Savollarimizni jamlab ustozga yetkazaylik. Ustoz bizga javob bersin deyishdi. Lekin hammalarini ziyorat qilishni juda xohlagandik. Ammo bu nasib bo'lmadi. Ammo shuni ayta olaman. Masalan, bayramning birinchi kuni bir sinf o'qituvchilari bilan birga ziyoratga kelishadi. Bolalardan meni ziyorat qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, eshigim har doim ochiq. Ularni mehmon qilishdan, ular bilan o'tirib suhbatlashishdan xursand bo'laman. Ammo hammalarini ziyorat qila olmaganim, ularning bu talablariga javob bera olmaganim sababli barchasidan rozilik so'rayman. Ustoz, ishingizni, yurtingizni, yoshingizni so'raganlar bo'ldi. Men barcha savollarni birlashtirib, bitta savol holiga keltirdim. Ustoz, siz bilan tanishsak bo'ladimi? Albatta. Mening ismim Xaliz Bayanjuk. 1984-yilda tug'ilganman. Men Bingolning Zaza millatiga mansubman. Lekin Diyarbakirda tug'ilganman. Bizning 2 avlod oldingi oilamiz Bingoldagi Zazalar asta-sekin Diyarbakirga ko'chib kelishni boshlashgan. Bolaligimning deyarli barchasi Diyarbakirda o'tdi. Lekin bir davr Koniyada ham yashaganmiz. Otam pudratchi edilar, ya'ni seni boboing. O'sha paytlarda pudratchilik qilardilar. Koniyada ish qilganlari uchun taxminan 3 yilga yaqin Koniyada qoldik. Bolaligimning 3 yilini u yerda Meram deb ataladigan hududda o'tkazdim. Undan tashqari umuman olganda Diyarbakirda edim. Boshlang'ich maktab, o'rta maktab, litsey, bularning hammasini Diyarbakirda tugatdim. Shu bilan birga o'sha davrda bizni Janubiy Sharqda madrasa ta'limi deb ataladigan klassik islomiy ilmlar bo'yicha ta'lim oldim. Litseyni tugatgach Misrga bordim. Misrda bir muddat qoldim. 4 yildan biroz ko'proq vaqt Misrda yashadim. Keyin Turkiyaga qaytdim va 2007-yildan buyon Turkiyadaman. Islomiy faoliyat bilan shug'ullanaman. Talaba yetishtiraman. Umuman olganda o'zim haqimda shularni ayta olaman. Rahmat. O'zingizni videolaringizni ko'rganingizda sizga yoqadimi? O'zimni videolarimni tomosha qilmayman. Shu sababli bu borada biror narsa aytishim qiyin. Lekin ba'zan keyinroq duch kelsam yoki ko'rib qolsam, ayrimlarini yoqtiraman. Yaxshi chiqibdi deyman. Ayrimlari haqida esa shunday bo'lsa yaxshiroq bo'lardi deyman. Ya'ni hammasini yoqtiraman yoki hammasini yoqtirmayman deya olmayman. Ba'zilarini yoqtiraman, ba'zilarini esa yoqtirmayman deb ayta olaman. Eng sevimli nashid yoki madhiyangiz qaysi? Qaysi nashid yoki madhiyani aytishni xohlardingiz? Muhammadur Rasululloh eng sevimli madhiyam. Nashida sifatida esa eng sevimli nashidam Hanzala nashidasi. Eng sevimli nashidam shu. Ammo qaysinisini aytishni xohlardim? Rostini aytsam, qo'shiq aytishni unchalik yoqtirmaganim uchun bu haqda umuman o'ylamaganman. Lekin shu ikkalasini juda yaxshi ko'raman. Yoshligimda, ya'ni sizlarning yoshingizdan biroz kattaroq paytimda, bolalik chog'larimda bir madhiya bor edi. Umid tug'ildi quyosh kabi degan. Eng ko'p shuni yaxshi ko'rardim. Har doim shuni aytardim. Yana kechalarga g'amimni o'rayman degan nashidaga o'xshagan bir narsa bor edi. Bolaligimda ularni ham yaxshi ko'rardim. Ustoz, bir narsa meni e'tiborimni tortdi. Bu yerda ya'ni shunchaki eng emas, balki eng sevimlingiz qaysi deyilgan ekan. Engini men aytib bo'ldim zotan. Eng sevimli surangiz qaysi? Umuman olganda aytadigan bo'lsak, eng sevimli suram Yusuf surasi. Umuman olganda. Lekin shunday bir haqiqat borki, Qur'oni Karimda doimiy faqatgina bitta eng sevimli sura emas, balki insonning turli holatlari bo'ladi.
turli ruhiy kechinmalari, boshidan o'tayotgan jarayonlari bo'ladi. O'sha holatga mos keladigan suralar bo'ladi va ularni ko'proq sevasiz. Shu sababli bu o'zgarib turadi. Har doim eng sevimli sura qaysi degan savolga javob har xil bo'lishi mumkin. Ammo umumiy ma'noda so'rasangiz, eng sevimli suram Yusuf surasi. Undan keyin esa Furqon surasi. Eng ko'p qaysi taomni yaxshi ko'rasiz? To'g'risini aytsam, men sharqlikman Muhammad Hanzala. Ichida go'sht bo'lgan va tandirda pishirilgan har qanday taomni yaxshi ko'raman. Ayniqsa tandirda asta-sekin pishgan ichida go'sht bo'lgan barcha taomlarni yaxshi ko'raman. Masalan, guvachga o'xshash taomlar, tova turidagi ovqatlar ham. Men ham sharqlikman. Nima ekan? Men ham sharqlikman demoqchiman. Xo'p, sen ham bu ovqatlarni yoqtirasanmi? Ya'ni ha, pechda pishirilgan kartoshkani unchalik yaxshi ko'rmasam-da. Eng sevimli rangingiz qaysi? Oq va ko'kning barcha tuslari. Oq va ko'kning barcha tuslarimi? Ha, oq zotan oq, ko'k va uning barcha tuslari. Kitoblaringizni qanday yozasiz? Ishxonangizni bizga ko'rsata olasizmi? Kitoblarimni qanday yozaman? Odatda shunday yozaman. Agar bir mavzuda yozadigan bo'lsam, avvalo o'sha mavzu bo'yicha ilgari olgan barcha qaydlarimni papkalardan chiqaraman. Men odatda o'qiyotganimda qayd qilib borardim, sen ham ko'rganingdek. Ularni tartiblab papkalarga joylashtiraman. Ya'ni hozirgacha o'qiganlarimning barchasini papkalarga joylashtirganman. O'sha mavzuga oid barcha qaydlarimni chiqarib, ularni ko'zdan kechiraman. Keyin o'sha mavzu bo'yicha bilganlarimni, xayolimda bor narsalarni yana bir bor o'ylab chiqib, qisqacha qilib qog'ozga tushiraman. Keyin o'qishim kerak bo'lgan kitoblar bo'lsa, ularni belgilab olaman va o'sha mavzuda yozilgan kitoblarni o'qiyman. Shundan keyin ilgari olgan qaydlarim, xayolimdagi ma'lumotlar va yangi o'qiganlarimning barchasini qayta bir sintez holiga keltirib kitob yozishni boshlayman. Kitoblarni yozadigan xonam esa mana shu xona. Ayni damda shu xonadamiz. Bu ishxonam. Albatta uni ham ko'rishingiz mumkin. Falastinda bolalar o'ldirilmoqda. Juda xafa bo'lyapmiz. Bir bola sifatida men nima qila olaman degan yana bir savol ham kelib tushdi. Avvalo, islom olamida sodir bo'layotgan zulmlar yoki insonlarga qilinayotgan zulmlarga xafa bo'lishingiz, ularga befarq bo'lmasligingiz juda yaxshi holat. Chunki bu qalbingiz juda pok ekanini ko'rsatadi. Boshqalarning dardiga hamdard ekaningizni bildiradi. Xo'sh, biz bola sifatida nima qila olamiz? Birinchisi va eng muhimi, bolalar sifatida ko'p duo qilamiz. Chunki bolalarning duosi Allohning huzurida qabul bo'ladi. Bolalar pok bo'ladi. Shuning uchun u yerdagi insonlar, mazlumlar uchun ko'p duo qilasiz. Ikkinchisi, bir bola sifatida albatta cho'ntak pulimizdan o'zimizga tegishli narsalardan bir qismini ajratib, yig'ib borib, buni muayyan tashkilotlar orqali u yerdagi zulm ko'rayotgan bolalarga yetkazish kerak. Shunda ular bilan birdamlikda bo'lgan bo'lamiz. Uchinchisi, barcha bolalarga tavsiyam shuki, masalan, hozir Falastinda yuz berayotgan hodisaning eng katta muammolaridan biri texnik jihatdan isroilliklarning ustun bo'lishidir. Ya'ni qurol jihatidan, texnologiya jihatidan ustunliklari bor. Bolalar shuni o'ylashlari kerak. Men o'zimni qanday rivojlantirsam, falastinliklarga yordam bera olaman. Masalan, dasturlashni o'rganishingiz mumkin, kodlashni o'rganishingiz mumkin yoki sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganishingiz mumkin bolalar sifatida. Toki kelajakda ulg'ayganingizda falastinliklarga, isroilliklarga qarshi yordam bera olishingiz uchun. Men ham bir paytlar kodlashni o'rganayotgan edim, lekin keyin tashlab qo'ydim. Ha, shunday. Necha yil qamoqda qoldingiz? Qamoqdagi kunlaringiz qanday o'tdi? Taxminan 11 yil qamoqda qoldim, Hanzala. Jami shunchami? Umumiy hisobda shunday, aniq emas, lekin 11 yilga yaqin vaqt qamoqda qoldim. Alhamdulillah, kunlarim juda yaxshi o'tdi. Asosan o'qidim, yozdim, ibodat qildim. Shukrlar bo'lsin. Shuni hammamiz bilishimiz kerakki, Alloh azza va jalla bizni bu dunyoda imtihon uchun yaratgan. Ba'zan yaxshi kunlarimiz bo'ladi, ba'zan yomon kunlarimiz bo'ladi. Ba'zan imtihonda bo'lamiz, ba'zan esa ne'matlar ichida bo'lamiz. Agar Alloh jalla jalaluhu bizni imtihon qilgan bo'lsa, bu mening imtihonim deymiz va bundan eng yaxshi tarzda qanday o'ta olaman deb yashashimiz kerak. Men Allohga hamd aytaman. Qamoqdagi kunlarim juda yaxshi o'tdi, alhamdulillah. Ustoz, qamoqda eng ko'p kimni sog'indingiz? Ro'paramda o'tirgan kelishgan yigitni. Bolalar necha yoshdan keyin namoz o'qish kerak? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, farzandlaringiz 7 yoshga yetganda ularga namoz o'qishni buyuring. 10 yoshga yetganlarida esa namoz masalasida ulardan qattiqroq talab qiling deydilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.
Demak, bundan shuni tushunamizki, bola eng kechi 7 yoshidan boshlab namozlarini muntazam o'qiy boshlashi kerak. Shunda namozga odatlanadi. Namoz o'qish unda malaka bo'lib shakllanadi va ulg'ayganida, mukallaf bo'lganida namozini osonlik bilan ado eta oladi. Chegaramiz 7 yosh. Futbol formasini kiyish noto'g'ri ishmi? Futbol formasini kiyishning o'zi noto'g'ri emas. Lekin ma'lum bir jamoaning formasini kiyish noto'g'ri. Ya'ni masalan, bolalar sifatida futbol o'ynaysizlar. Futbolga maxsus kiyim bo'lsin deysizlar va o'ynayotganda forma kiyasizlar. Bunda muammo yo'q. Agar u islomiy qoidalarga mos bo'lsa, avratlarni berkitsa, tizza bilan kindik orasini yopsa, bunda muammo yo'q. Lekin ma'lum bir jamoaning formasini kiyadigan bo'lsak, bugungi kunda mavjud jamoalarning deyarli barchasi odamlarni chalg'itib qo'ygani uchun. Bu jamoalarning katta qismi futbolni qimorga vosita qilgani uchun. Hozirgi dunyoda odamlar haqiqat bilan, nima uchun yaratilgani bilan, bu dunyoning muammolari bilan shug'ullanmasin deb futbol jamoalari odamlarni ovora qilgani uchun bir musulmonning, ongli bolaning bu jamoalarga muxlis bo'lishi, ularning formalarini kiyishi, ularga yordam berish ma'nosini bildirgani sababli bunday narsalardan uzoq turish kerak. Ya'ni gunohga o'xshash bir narsami? Unday demaylik, bu alohida masala, ishning fiqhiy tomoni, boshqa masala. Lekin bizning o'zimizga xos turishimiz bo'lishi kerak. O'zligimizni ko'rsatadigan qat'iy turishimiz bo'lishi kerak. Muhammad Hanzala. Masalan, payg'ambarimiz aytadilarki, kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, u ham ulardandir. Ya'ni musulmon musulmonga o'xshashi kerak. Kofir esa kofirga o'xshashi kerak. Biz kiyinishimizda, sochimizda, o'tirishimizda, yashashimizda, hatto hordiq chiqarishimizda ham musulmonlarcha hordiq chiqarishimiz kerak. Ularga o'xshamasligimiz kerak. Ustoz, bu yerda tavhidni tushuntirish qanday tuyg'u degan savol ham kelgan. Tavhidni tushuntirish qanday tuyg'u? Tavhidni tushuntirish juda go'zal tuyg'u. Chunki tavhidni tushuntirganingda sendan oldin yashagan barcha payg'ambarlarning da'vosini davom ettirayotganingni his qilasan. Bu esa insonda juda chiroyli iymoniy tuyg'u, iymoniy lazzat hosil qiladi. Tavhidni tushuntirish juda go'zal tuyg'u. Jannatda oladigan ajrlaringizni hech o'ylaysizmi? Ba'zan o'ylayman. Özellikle böyle çok zorlandığım zaman Ayniqsa juda qiynalganimda, juda siqilgan paytlarimda qiyomat kunida Alloh biz uchun tayyorlab qo'ygan ne'matlar va ajrlarni o'ylab, boshimdan o'tayotgan qiyinchilikni yengillashtiraman. Ba'zan o'ylayman. Qamoqxonada hayot qanday edi? Qamoqdan tashqariga chiqqaningizda nimalarni his qildingiz? Qamoqxonada ham dunyodagi boshqa barcha ishlar kabi yaxshi tomonlari ham bor, yomon tomonlari ham bor. Bu dunyoda hamma narsa shunaqa, shunday emasmi? Qamoqxonaning yomon tomoni nima? Mahrumlik. Ya'ni oilangdan mahrumsan, farzandlaringdan mahrumsan, yaqinlaringdan mahrumsan, erkinligingdan mahrumsan. Bu tomoni yomon. Lekin boshqa bir tomoni ham bor, yaxshi tomoni. Yolg'izsan, Robbingga ibodat qila olasan, xohlaganingcha ilm talab qila olasan, xohlaganingcha mashg'ulot qilasan. Bu tomoni bilan ham yaxshi. Shuning uchun qamoqxonadagi hayot mutlaqo yaxshi desam ham noto'g'ri bo'ladi. Mutlaqo yomon desam ham noto'g'ri bo'ladi. Yaxshi tomonlari ham bor, yomon tomonlari ham bor. Muhimi yomon tomonlariga sabr qilish. Yaxshi tomonlarini esa eng chiroyli tarzda baholash. Tashqariga chiqqanimda ham qamoqxonada mahrum bo'lganim va tashqarida qayta erishgan ne'matlar sababli Alloh taologa hamd aytdim. Men 3-sinfman. Menga tavsiya qiladigan kitobingiz bormi? Buni men so'rayotganim yo'q. Men ham 3-sinfman-ku, noto'g'ri tushunmang. Ha, xo'p. Eslasang, qamoqxonada bo'lganimda senga ham bir kitob tavsiya qilgandim. Zaytun moyining siri. Unda falastinlik bir bolaning otasi qamoqxonada bo'ladi. Va u do'stlari bilan birga otasini qutqarishga harakat qiladi. Valid Dakkaning kitobi. Kitobning nomi Zaytun moyining siri. Kitob do'konimizda go'yo zaytun moyining siri edimi? Ha, Zaytun moyining siri kitobi. Ha, bor edi shunaqa kitob kutubxonamizda. O'sha kitobni tavsiya qilaman. Ayniqsa hozir Falastin masalasi kun tartibida bo'lgani uchun uni o'qishingizni tavsiya qilaman. Jannatda nimani xohlardingiz? Payg'ambarimiz bilan uchrashib suhbatlashishni xohlardim. Sizga qulay bir paytda mehmon qila olamizmi? Albatta, inshaalloh. Agar vaqtim to'g'ri kelsa, taklif qilishsa va men ham bo'sh bo'lsam, nega bo'lmasin? Hozir kimligini bilmaysiz-ku. Kimning oldiga borasiz? Hozir savol berayotganlar asosan biz tanigan do'stlarimizning bolalari bo'lgani uchun aslida hozir savol bergan birodarimizning ismini bilmasligimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham boramiz.
Bularning barchasi bizning do'stlarimiz, tanishlarimizning bolalari. Siz bilan piknikka bora olamizmi? Bo'ladi. Agar qulay vaqt bo'lsa, taklif qilishsa, qulay bir vaqtda ustozlari va o'qituvchilari bilan birga kelishib olishsa, inshaalloh borishimiz mumkin. Odamlarga tavhidni tushuntirish osonmi? Shunday. Tavhidni tushunish juda oson. Chunki tavhid fitrat dini. Alloh jalla jalaluhu tavhidni oson qilgan. Shuning uchun uni tushunish juda oson. Tavhid bilan yashash ham oson. Chunki tavhid fitratga mos bo'lgani uchun Alloh islom dinini ham oson qilgani sababli u bilan yashash oson. Ammo uni tushuntirish qiyin. Nega tushuntirish qiyin? Chunki tushuntira boshlaganingda odamlar senga dushmanlik qilishadi. Odamlar senga zarar yetkazishga, zulm qilishga harakat qilishadi. Qiyin tomoni mana shu. Shuning uchun tavhidni tushunish oson, yashash ham oson, ammo tushuntirish biroz qiyin. Qamoqdan chiqqaningizda aytgan birinchi so'zingizni eslay olasizmi? Hozir eslolmayman, lekin ehtimol alhamdulillah degandirman. Hozir eslolmayapman, lekin balki alhamdulillah degandirman. Nechta kitobingiz bor? Bu savolni olganimda men to'liq tushuna olmadim, ya'ni savollarga qaraganimda. Agar savol shunday bo'lsa, umuman olganda menda nechta kitob bor deyilgan bo'lsa, taxminan 4000 ga yaqin kitobim bor. Ya'ni 4000 dan oshiq kitobim bor. Ammo savol nechta kitob yozgansiz degan ma'noda bo'lsa, unda 23 ta kitob bor. Shulardan 4 tasi mening o'tkazgan darslarim asosida talabalar tomonidan kitob holiga keltirilgan. Qolganlari esa men yozgan kitoblar. Qaysi ma'noda bo'lsa ham javobini bergan bo'ldim. Siz tanishgan birinchi musulmon bola kim edi? Sumayya va Hamza ismli bolalar Misrda tanishganman. Ya'ni musulmon bola sifatida birinchi tanishganlarim shular edi. Bolalar edimi? Ha, bolalar edi. Ancha avval. Bu 2003-2004-yillar haqida gapiryapman. Qamoqdan chiqqaningizdan keyin oilangizni ko'rganingizda nimalarni his qildingiz? Avvalo juda katta quvonch his qildim. Juda chiroyli bir tuyg'u edi. Esingda bo'lsa, o'sha paytda senga ham aytgandim. Kelinglar duo qilaylik. Alloh qamoqdagi barcha insonlarga ham shu quvonchni nasib qilsin degandim. Ya'ni bolalarga, onalarga, otalarga ham shu quvonchni nasib qilsin. Juda go'zal, juda hamd aytishga arzigulik bir tuyg'u. Eng sevgan payg'ambaringiz qaysi? Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yana Ibrohim alayhisalom. Turkiyadagi eng katta masjidimiz qaysi? Allohu alam, hozir ichida bo'lib turganimiz Istanbuldagi markaziy binodagi masjid bo'lishi mumkin. Boshqalari yo'qmi? Boshqalari ham katta, lekin bu joy kattaroq. Ha, bu eng katta masjid. Men ham ustoz bo'la olamanmi? Albatta bo'lishi mumkin. Agar vaqtini chiroyli rejalashtirsa, islomiy ilmlarni o'rgansa, axloqini go'zal qilish uchun harakat qilsa va Allohdan ko'p yordam so'rasa, har bir inson Allohning izni bilan ustoz bo'la oladi. Qamoqxonada qiyin jarayonlarni boshdan kechirdingizmi? U yerda ibodat qilishga ruxsat berishdimi? Alhamdulillah, bu borada ayniqsa Turkiyadagi qamoqxonalar dunyoning boshqa joylaridagi qamoqxonalarga nisbatan ancha yengil. Alhamdulillah, ibodat qilishimizga, o'qishimizga to'sqinlik qiladigan hech qanday holat bo'lmadi. Shu ma'noda yengil o'tdi. Lekin bu yerda bir narsani eslatmoqchiman. Dunyoning turli joylaridagi qamoqxonalarda bo'lgan musulmonlar juda og'ir sharoitlarda qolishmoqda. Ibodat qilishda, ilmga yetishda, o'zaro aloqa qilishda juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirishmoqda. Shuning uchun shu vasila bilan barcha bolalardan ular uchun duo qilishlarini so'rayman. Alloh azza va jalla ularning barchasining asorat zanjirlarini yetsin. Barcha musulmon erkaklar va ayollarni hamda barcha mazlumlarni zindonlardan, asoratdan ozod qilsin. Amin. Agar dunyo bo'ylab sayohat qilsangiz, qayerlarga borardingiz? Rostini aytsam, meni shunday bir muammoim bor Muhammad Hanzala. 2008-yildan beri sudlar menga doimiy ravishda chet elga chiqish taqiqini qo'yishadi. Ya'ni dunyo bo'ylab sayohat qilishimga ruxsat berishmaydi. Ammo agar shunday bir imkonim bo'lsa, dunyo bo'ylab sayohat qilmoqchi bo'lsam, islom jo'g'rafiyasida ayniqsa zulmga uchrayotgan muammoli hududlar bor. O'sha joylarga borishni istardim. Masalan, Sharqiy Turkistonga borishni istardim. U yerni ko'rishni xohlardim. Chunki u yer Xitoy zulmi ostida bo'lgani uchun. Afg'onistonga borishni istardim. U yerdagi bosib olingan hududlar, u yerda zulm ko'rayotgan insonlar, masalan, Chechenistonga borishni istardim. Hali ham Rossiyaning u yerda zulmi bor va bu zulm davom etyapti.
Xuddi shunday Bosniyaga borishni istardim. Yana Masjidil Aqsoga borishni istardim. Ya'ni ko'rmagan va borishni istagan joylarim mana shular. Agar chet elga chiqish taqiqim olib tashlansa, shu joylarga borishni istardim. Eng sevadigan va ko'rishni istagan sahobangiz kim? Ya'ni Allohu alam Abu Bakr roziyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud va Ali roziyallohu anhular bo'lardi. Meniki Hamza bo'lardi. Eng sevib o'qiydigan kitobingiz qaysi? Qur'oni Karim. Undan tashqarichi? Qur'oni Karimdan tashqari eng sevadigan kitoblarim payg'ambarimizning hadislari jamlangan kitoblar. Masalan, ulardan ayniqsa Imom Buxoriyning Sahih kitobi. Men u kitob ustida doimiy ravishda ishlaganman. Qur'oni Karimdan keyin esa Buxoriyning Sahihi. Ya'ni hadis kitoblarimi? Ha, hadis kitoblari. Qachon musulmon bo'lgansiz? 2003-yilda. Zirak taqish mumkinmi? Endi zirak masalasini avval ikki qismga ajratishimiz kerak. Erkaklarning zirak taqishi va ayollarning zirak taqishi bor. Erkaklarning zirak taqishi to'g'ri emas. Chunki na islom shariati, na urf odatimiz, ya'ni biz yashab kelayotgan muhit urfi buni xush va to'g'ri deb qabul qilmaydi. Shu sababli erkaklar zirak taqishi mumkin emas. Ayollarga kelsak, ayollarning zirak taqishi joiz, ammo bir shart bilan joiz bo'ladi. Bilasan, hozir zirak turli joylarga taqilyapti. Ba'zan burunga, ba'zan labga, ba'zan boshqa joylarga taqiladi. Ammo yashab turgan jamiyatning urf odatida xush ko'rilmaydigan joyga zirak taqish mumkin emas. Lekin masalan, urfimizda ayollar burunlariga xizma taqishadi yoki boshqa joylariga taqishadi. Va agar bu urf odatda xush ko'rilsa, ayollarning taqishida hech qanday muammo yo'q. Ammo agar urf odatda xush ko'rilmasa, ayollarga ham taqmaslik lozim bo'ladi. Bu so'nggi savolimiz edi. Ustoz, talabimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Allohning panohida bo'ling. Yaxshi, men ham minnatdorchilik bildiraman. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.